Alaykum do'stlar, sizlar bilan men Ibrohim. Do'stlar, sizlarga ushbu kichkinagina bo'lgan savdo uchun mo'ljallangan ilova haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Birinchi navbatda ushbu ilova qanday texnologiyadan foydalanib yaratilgan, bu haqida aytib o'tsam, bu Jetpack Compose'dan foydalanib yaratildi. Kotlin dasturlash tili Android Studio'da. Xo'p, bu ilova kimlar uchun? Bu ilova savdoni avtomatlashtirish, ya'ni oson savdo yoki onlayn savdo desak ham bo'ladi. Onlayn savdoga biroz tushmaydi, lekin oson savdo desak bo'ladi, ya'ni avtomatlashtirilgan savdo. Bular kimlar uchun? Kichikroq do'konlarga ega bo'lgan, deylik, telefon, kompyuter yoki shunga o'xshash maishiy texnikalarni sotadigan do'konlar yoki kiyim-kechakmi, hop, shunga o'xshash do'konlarni egalari uchun ishlatsa bo'ladigan, ya'ni qog'oz variantdan yoki Excel variantdan ko'ra telefonda savdoni avtomatik yuritishlari mumkin bo'lgan ilova hisoblanadi. Xo'p, buni ishlashi qanday? Ishlashi haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Yana bir marta takrorlayman. Bu o'ta murakkab bo'lgan ilova emas, soddaroq qilib yaratilgan. Umuman olganda katta biznes, katta do'konlar uchun bu to'g'ri kelmasligi mumkin, lekin kichik do'konlarga albatta buni ishlatsa bo'ladi. Xo'p, ilovamiz asosiy 3 ta bo'limdan iborat. Pastdagi bo'limlarni nazarda tutyapman, ya'ni asosiy savdo hamda bo'limlar bo'limi. Asosiyda bugungi savdo, eng yaxshi savdo, eng yomon savdo 30 kundagi hamda tugayotgan mahsulotlar haqida ma'lumot berib turadi. Bunga hali oxirida to'xtalamiz. Keyingisi savdo bo'limi. Savdo bo'limida hech qanaqa savdoyimiz mavjud emas hozircha, chunki biz mahsulot hali yaratmadik va uni kirim qilmadik. Va bizda asosiy bo'lim bu bo'limlar bo'limi hisoblanadi. Bu yerda mahsulotlar, kategoriyalar, mahsulot kirim qilish, mijozlar, obor-hisobot hamda savdo hisobotidan iborat. Birinchi, mahsulotlar bo'limida foydalanuvchi, ya'ni deylik sotuvchi yoki savdogar doimiy savdo qiladigan, olib sotadigan mahsulotlarini kiritib qo'yishi mumkin. Xo'p, biz ham kiritamiz. Bu yerga kiraman va bizda hech qanaqa mahsulot mavjud emas. Deylik, yangi mahsulot qo'shamiz. Deylik, Galaxy A56 menimcha yangi chiqdi. Shundan olib kelyapmiz. Ya'ni shuni yaratib qo'yamiz va keyin uni kirim qilamiz. Kategoriya ham kiritishimiz mumkin. Kategoriya agar mavjud bo'lmasa, plus tugmasini bosib, kategoriyani shu yerda o'zida yaratib kelsak bo'ladi. Telefon mana shunday. Va qidiruv tizimi ham mavjud. Bizda hozir bitta bo'lgani uchun qidirmasdan shunchaki tanlab qo'yamiz. Saqlaymiz. Mahsulot qo'shildi. Albatta, mahsulotlar ichida ham qidiruv mavjud va mahsulotimizni tahrirlashimiz yoki o'chirib tashlashimiz ham mumkin bo'ladi. O'chirib tashlash bu ma'lumot yo'qolishiga olib keladi, lekin buni qo'yib qo'ydik. Aslida bu mijozni holatdan kelib chiqib bergan ma'qul, lekin mabodo o'chirib tashlasa ham bu o'sha foydalanuvchini yoki o'sha savdogarni o'zini zimmasida bo'ladi. Chunki ma'lumot o'chirib tashlangandan keyin yo'qolishga olib keladi. Xo'p, kategoriyalar. Kategoriyalarda mana telefon yaratdik. Bu yerda telefon chiqyapti. Yangi kategoriyani plus tugmasini bosib yaratishimiz mumkin. Deylik, telefon, planshet, shunga o'xshash. Keyin kategoriyani qo'shishimiz, uni tahrirlashimiz va o'chirishimiz yoki qidirishimiz ham mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingi bo'lim mahsulot kirim qilish. Endi bu yerda sotuvchi mahsulotlarni olib kelgandan keyin ushbu bo'limda uni kirim qilib qo'yish kerak bo'ladi. Ya'ni savdo qilish uchun mahsulotni oldin kirim qilish kerak. Va bu yerdan mahsulotni tanlaymiz. Bizda bitta mahsulot bor, Galaxy A56. Agar bo'lmasa, plus tugmasini bosib qo'shish oynasiga o'tib ketish mumkin. Biz mavjudini tanlaymiz. Olish narxi deylik 1 million yoki kelinglar 5 million deylik. 1 2 3 1 2 3. Sotish narxini endi 6 million kiritamiz. 1 2 3 1 2 3. Va shu yerda bir xil valyuta ishlatish kerak. Bu multi valyutani qo'llab-quvvatlamaydi, ya'ni ko'p valyutani. Bu faqat bitta turdagi valyutani qo'llab-quvvatlaydi. Dollar yoki so'm yoki o'zingizga kerak bo'lgan faqat bir xil bo'lishi kerak. Aks holatda sizni hisoblaringiz to'g'ri chiqmaydi.
Xo'p, narxlarni kiritdik va miqdor deylik 30 ta mahsulot olib keldik shu telefondan. Saqlaymiz. Mahsulot kirim qilindi. Ortga qaytamiz va mijozlar bo'limida biz mijozlarni ham yaratishimiz mumkin bo'ladi deylik. Karim Odilov. Telefon raqami 1919 endi qisqacha yozib qo'ydim. Va biz mana shunday mijozni ham yaratib qo'yishimiz va savdo qilayotganimizda shu mijozlarimizni tanlab savdo qilsak bo'ladi va biz shunda mijozlarimiz haqida ma'lumotni ham olib yurishimiz mumkin. Ya'ni qaysi mijozlarimiz bizdan doimiy ko'p mahsulotlar olib turishadi, qanday mahsulotlar olishadi, shu haqida ma'lumotlarni saqlab ketsak ham bo'ladi. Xo'p, mijozlar bo'ldi. Endi biz mahsulot kirim qilgandik yuqorida va kirim qilgan mahsulotimiz ombor hisobotida ko'rinadi. Ombor hisoboti nomi bilan bizda mavjud bo'lgan, omborimizda mavjud bo'lgan mahsulotlar haqida ma'lumot beradi. Ombor hisobotiga kiramiz va ko'rganingizdek, bu yerda ikki xil bo'lim bor, ya'ni yuqorida umumiy ma'lumotlar berilyapti. Ya'ni umumiy mahsulotlar narxi bu nima degani? Ushbu ilovani ishlatishni boshlaganimizdan burun biz jami kirim qilgan mahsulotlarimizning narxini, ya'ni olish narxini ko'rsatadi. Garchi ular sotilib ketgan bo'lsa ham. Va qoldiq mahsulotlar narxi esa omborimizda mavjud bo'lgan mahsulotlarni olish narxini ko'rsatadi. Ya'ni biz bu yerda 150 million mahsulot, 150 million so'mlik mahsulot olib kelgan ekanmiz. Shuncha pul sarflaganmiz. Xo'p. Umumiy kutilayotgan tushum esa bu jami bizni kassamizga keladigan pul, ya'ni shu mahsulotlarni sotsak, umumiy kutilayotgan foyda esa bulardan tushadigan daromad, ya'ni foydamiz 30 million bo'lyapti. Endi qolgan mahsulotlar soni, bu son, ya'ni 30 ta mahsulot mavjud, qolgan mahsulotlar pozitsiyasi esa bizda bir xil turdagi mahsulot mavjud xolos, shuni ko'rsatyapti. Va yuqorida filtrlarimiz mavjud. Filtrda hammasi bugungi yoki ixtiyoriy sana bo'yicha filtrlashimiz mumkin. Mana shunday qilib, misol 22-martdan 26-martgacha bizga qanday mahsulotlar kirim qilingan, shuni ko'rishim mumkin. Ixtiyoriy sana biz hammasiga qaytamiz. Va bizda sort yoki saralash bo'limi ham bor. Bu yerda nomi bo'yicha, narxi, miqdori hamda sanasi bo'yicha saralashimiz mumkin bo'ladi mahsulotlarni. Xo'p, ombor hisoboti menimcha tushunarli. Va savdo hisobotiga kirsak, bu yerda ma'lumotlar mavjud emas, chunki hali savdo qilmadik. Savdo qilsak, qilingan savdo haqida ma'lumotlar ushbu bo'limda ko'rinishni boshlaydi. Xo'p, savdo qilamiz mana. Savdo bo'limiga o'tdim va bu yerdan mahsulotni tanlayman. Va bizda bitta mahsulot bor xolos. Va mahsulotlarni albatta qidiruv qilishimiz ham mumkin bo'ladi. Xo'p, mahsulotni tanladim. Va biz tanlashni bosganimizda bizga nechta mahsulot sotyapsiz mijozga shuni so'raydi. Deylik, bitta mahsulot sotyapmiz. Mana korzinka, savatchaga o'xshash oyna. Savatcha degan bo'ladi. Shu savatchaga mahsulotni tanlab berdi. Xo'p, bu yerda mahsulotni miqdorini oshirsak bo'ladi, 2 ta qilib, 3 ta qilib yoki narxini o'zgartirib, ya'ni arzonlatib bersak ham bo'ladi. 5700 misol uchun. Mana shunday. Agar olish narxidan ozayib ketsa, bizga ogohlantirish ham chiqaradi. 5700 tanladik va pastki tarafga qaraydigan bo'lsak, jami to'liq 17.100.000 bo'pti. Xo'p, biz shu mahsulotni qaysidir mijoz uchun, misol Karim Odilov uchun sotishimiz ham mumkin. Mana mijozni tanlab qo'ydim. Xo'p, savdo qilamiz. Savdo qilayotganda bir marta ogohlantirish ko'rsatib oladi. Ya'ni siz rostdan ham savdoni amalga oshirmoqchimisiz? Albatta, savdo qilishni bosamiz va biz savdoyimiz yakunlandi, ya'ni sotib yubordik. Endi bo'limlardan savdo hisobotiga kirsak, mana bu yerda ko'rinadi. Ya'ni umumiy tushum 17.100.000 bu tushum. Umumiy foyda esa 2.100.000 bo'ldi. Umumiy tushum bilan umumiy foyda. Tushum bu kassamizga kelib tushgan pul va uning ichidan qilgan foydamiz 2.100.000 bo'lyapti. Va jami sotilgan mahsulotlar soni 3 ta bo'lyapti. Ya'ni boya 3 ta mahsulot sotdik Galaxy A56 dan
sanasi sotgan narximiz bilan ko'rsatib turadi. 28-mart 11:11 da. Va bu yerda ham albatta filtrlash bor, xuddi ombor hisobotiga o'xshab va saralash ham bor. Endi bizda bitta savdo bo'lgani uchun buni saralashni amalga oshirmadim. Demak, ortga qaytamiz va mijozlardan turib kiradigan bo'lsak ham bizga ushbu mijoz haqida ko'rsatyapti. Ya'ni ushbu mijoz orqali kirsak, ushbu mijoz nechta mahsulot sotgan, qanchalik mahsulot shu mijozga sotilgan va qancha foyda qilganmiz, shular haqida ma'lumot ko'rsatib turadi. Menimcha tushunarli bu qism ham. Ortga qaytamiz. Endi asosiy oyna haqida biroz gaplashsak, asosiy oynaga o'tsam, mana bugungi savdo bor. Bugungi savdoda umumiy tushum 17.100.000, boyagidek umumiy foyda 2.100.000, jami sotilgan mahsulotlar soni 3 ta. Va sotilgan mahsulotni ko'rsatib turibdi. Eng yaxshi savdo sifatida shu Galaxy A56 qo'shib qo'yildi, chunki 3 ta savdo bo'ldi. Bu degani o'zi savdo yurishni boshladi va yaxshi savdo sifatida kiradi. Bu nima qiladi? Bu 10 ta eng yaxshi savdoni ko'rsatadi. 10 ta mahsulotni ko'rsatadi bu yerda. Ya'ni top 10 ta. Endi bu bizda bitta mahsulot bor va bitta savdo bo'ldi. Ya'ni bir xil turdagi mahsulotni bir marta savdosi bo'ldi. Shuning uchun uni ko'rsatib ketyapti. Bizda tugayotgan mahsulotlar mavjud emas, shuning uchun uni haqida ma'lumot bermayapti. Eng yomon savdo ham mavjud emas, chunki savdosi bo'lmagan mahsulot mavjud emas hali rostdan. Misol uchun men savdoga kiraman, mana shu telefonni hammasini sotib oldim. Davom etish. Va bu yerni Karim Odilevga emas, mijozni tanlamagan holatda savdoni bosdim. Ortga qaytaman va ko'rganingizdek bu yerda o'zgardi ma'lumotlar, umumiy tushum, umumiy foyda, jami sotilgan mahsulotlar qilib va tugayotgan mahsulotlarga Galaxy A56 ni chiqarib qo'ydi. Chunki bu mahsulot nima bo'ldi? Tugab qoldi. Va bo'limlarga kirib, bu yerdan mijozlar orqali Karim Odilevga kirsak, boyagidek 17.100.000 va agar savdo hisobotiga kirsak, bu yerda jami savdoni ko'rsatib beradi. Mana shu ilovamiz haqida qisqacha ma'lumot bo'ldi. Qisqacha ham bo'lmadi-yu, 12 minutdan oshib ketibdi. Va bu ilovani bemalol savdogarlarimiz, kichik biznesga ega bo'lgan savdogarlarimiz bizneslarini avtomatlashtirgan holatda ushbu ilovani ishlatishlari mumkin. Albatta ilovada kamchiliklari, xatolari bo'lsa bemalol bizga kommentariyada xabar qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Ilovani Play Marketing hali yuklamadik, lekin ilovani APK faylini yuklab olish imkoniyatini yaratib qo'yamiz tez orada. Do'stlar, hozircha shu. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.